Judayam srochniga 2 xonali oxirgi etaj bo'lmagan kvartiramizni chiqyapti. Narxi bo'lsa $52.500. 57 kvadrat uchun judayam zo'r narxda. Bu yerda kruj zonamiz, sraz to'g'rida spalnisi joylashgan. Kattagina, hamma narsa bemalol sig'adi. Bu yerda bo'lsa sanuzelimiz birinchi bo'lib keladi. To'g'riga koridordan yurganimizda o'ng qo'limizda vannay xonamiz joylashgan. Bu ham alohida qilingan. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu yerda oshxonamiz bo'lgan. Oshxonamizni bitta xona qilib qo'yishgan ekan. Endi bu yerda bo'lsa balkonimiz 2 metrga 6 metr, sal bez remontroq, nimadir portillab ketgan shekilli gaz plitada bu yerda balkondan yuradigan bo'lsak, to'g'rimizda zalimiz joylashgan. Zalimiz ham kattagina 320 ga 520, 57 kvadrat, 5 etajli binoni 4-etajda joylashgan. Yunusobod 10-kvartal. Orientirimiz konechka, narxini 52.500 srochniy deyishyapti. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.